Qattiqsan? Ha, bo'ldi, ko'rdim. Men Qatsemkadan o'taman. Uzr. Voy, hali stollar tayyor bo'lmabdi. Qizlar mevalar qani? Hozir aka. Sen idishlarni yuvib, men o'zim qilaman, xo'p? Voy. Ha, tog'a nima bo'pti? Ha, bu ovqatni yemabsan, jiyan. Ovqat Hozir tog'a. Men olib kiray. Niyetinga yetdinga. Voy bo'lmasamchi, qalay kelinim yoqdimi? Voy mani jonim bo'lam. Toycha, kim sovg'a olib kelsa o'shanga qara yugurar ekanda. Bilasiz-ku bolalarni. Ha-chi. Ne qotib turibsan? 10 kundan keyin to'y, ol qo'limdan tog'orani. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Uydagilar yetib olishdimi? Yaxshi, rahmat. Ha, hozir kelishdi. Qachon uchrashamiz endi? Ertaga vaqtingiz bormi? Ertaga ko'rishamiz. Bo'ldi, ertaga unda ko'rishamiz. Как раз pasportlaringizni ham oling, zaksga ham o'tib kelamiz. Boring-ne. Mana uni boshqa kun qilamiz ham uni. Amayli, ertaga ko'rishamiz. Ertaga pasportimni olib olaman. Bo'ldi, ertaga olib kelamiz. Ketdimi endi? Ketdik. Rahmat hammasi uchun. Men juda ham baxtliman. Arzimaydi. Charchab qolmadingizmi? Bunday baxt hamma qizning orzusi-ku. Mayli, men uyga kira qolay. Mayli, kira qoling. Ha, aytgancha, to'yimiz 10-oktyabrga belgilanibdi. Rostdan. Voy, zo'r bo'pti-ku. Ha, 10 kun qoldi. Mayli, kira qoling, men ketdim. Mayli, keta qoling. Yaxshi aytib oling. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Allo. Nima?